Salam dostlar, hazır qatdanlar xayrlik bolsun. Mening ismim Muzaffer. Muşu yaqinqi yillardan buyon igilik tikilgan do'stlarimiz va nurg'unlagan ahamiyatlik va foydali fikrlarni o'ttirib qo'yib, hayotimizga rang qo'shgan do'stlarimiz bo'ldi. Shunga men bu igilik tiklashning birinchi bosqichi bo'lgan yaxshi bir fikr qanday o'ttirib chiqadi va bu fikrimizni qanday amalga oshiramiz, amalga oshirishimiz uchun qaysi bosqichlardan o'tishimiz kerak, nimalarga diqqat qilishimiz kerak degandek masalalar ustida izlandim va bu videoni ishlab chiqdim. Hammalarning yoqtirib ko'rishingizni umid qilaman. Qanday fikr va telefonlar men ayrim uchur qilishinglarni saqlayman. Undaq bo'lsa bu videoga boshlashdan burun mening YouTube kanalimga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, a'zo bo'lishingizni va mening boshqa videolarimni ko'rib chiqishingizni umid qilaman. Igilik tiklash degan nima? Igilik tiklash deganimiz yaqinqi yillardan buyon doim tilga ilinadigan temalarning birisi. Texnologiyaning taraqqiy qilishiga erishib, insonlar o'zlarining fikrlarini, orzularini, projelarini amalga oshirish uchun ilgirlashga boshladi. Korxona va shirkatlardagi xizmat sharoitining og'ir bo'lishi va insonlarning texnik ko'p pul tepish o'yi kishilarni o'z igilik tiklashga undaydigan yoki majburlaydigan bo'ldi. Igilik tiklash degan hukm umuman qilib aytganda, xatarga tavakkul qilib, foyda olish maqsadida igilik tiklagan kishi qo'lga keltirgan muvaffaqiyat. Unda qilsa kimlarni igilik tiklovchi deymiz? Igilik tiklovchi mol va mulozimat ishlab chiqarish uchun eng foydali sharoitda ishlab chiqarish elementlarini bir yerga to'plagan kishi. Igilik tiklovchi pul yoki ma'lum bir jihatdan foyda topadi va iqtisodiy unum yaratadi. Igilik tiklovchi ixtisoslik, bilimlik, jasoratli insonlarni bir yerga to'plab, o'zining orzusi va fikrini vujudga chiqardi. Igilik tiklashning eng muhim omillaridan birisi bo'lsa, kallangizda cho'qim yaxshi bir fikringiz bo'lishi kerak. Sizning yaxshi bir fikr tepishingiz sizning yishingizga yoki sizning jinsiyatingizga qaramaydi. Ijodiy bir fikrni o'ttirib qo'yishingiz va yoki pul tepishni maqsad qilgan bir fikringizni o'ttirib qo'yishingiz eng muhimi hayotingizda bu fikringizni amalga oshira olishingiz. Texnologiya tez taraqqiy qilyapti va nurg'unlagan qo'limizda tutqazolmaydigan Instagram, WhatsApp degandek shunda ijodiy fikrlar o'ttirib chiqib, pul tepishga boshladi. Agar texnologiya jihatdan igilik tiklamoqchi bo'lsangiz, yaxshi bir fikrni o'ttirib qo'ya olishingiz uchun nihoyatda ijodiyatchan shaklda ishlashingiz va izlanishingiz lozim. Birinchi oltin qurol: yaxshi bir ijodiyat va fikr ilgari boshqalar tomonidan ijod qilingan yoki o'ttirib qo'yilgan bo'lsin bo'ldi. Va o'xshashdan siz yashayotgan yerdagi yoki siz yashayotgan davlatdagi ma'lum bir fikrni olib boshqa bir yerga va ya boshqa bir davlatda amalga oshira olsangiz, siz o'xshashdan muvaffaqiyat qozongan igilik tiklovchi bo'la olasiz. Masalan, Yahoo. Burun bir izlanish etaldi, hozir Yahoo ishlatadigan odam yo'q. Chunki tixim taraqqiy qilgan Google va Baidu degandek izlanish etallari mavjud. Burun xabarlashish va uchur yozish uchun Skype, Messenger, QQ degandek detallar batdi. Hozir WhatsApp va Undidar hammasini o'rnini oldi. Hozir Instagram, Facebookning o'rnini qanday olgan bo'lsa, uzluksiz kon detallarning o'rnini tiximi taraqqiy qilgan va tiximi oddiylashtirilgan detallar va fikrlar o'rnini olyapti. Undaq bo'lsa, yaxshi bir fikr va yaxshi bir tur proje qanday vujudga chiqadi va qanday hayotda ishga oshirishimiz kerak? Yaxshi bir fikrni va projeni vujudga chiqarish uchun ikki sababimiz bo'lishi mumkin. Birinchisi, dunyoga va insonlarga yaxshilik qilish va qulaylik qilish nishonimiz bor. Ikkinchisi, pul tepish nishonimiz bor. Har qanday bir fikrni, planni, projeni amalga oshirishingiz uchun birinchi bo'lib cho'qim qilishingiz kerak bo'lgan SWOT analizi. Bu analizni cho'qim qiling va keyingi hayotingizda ishlatishga ko'ning. Bu eng cho'ng olmos qurol. SWOT analizi bir planingizni va ya bir nishoningizni amalga oshirishingiz uchun sizning besib o'tadigan butun yo'llaringizni ko'rsatib beradi. SWOT analizi deganimiz 4 so'zdan kelib chiqqan. Birinchisi ingliz tilidagi strengths, ya'ni kuchli fikr degan ma'noda. Ikkinchisi bo'lsa weakness, ojizlik, ya'ni sizning kamchiliklaringiz va ojizliklaringiz. Uchinchisi bo'lsa opportunities, ya'ni fursatlaringiz. To'rtinchisi bo'lsa threats, ya'ni tahdidlar. Eng oddiy qilib sizlarga tushuntirib beray. Agar siz bir oshxona yoki bir qahvaxona ochmoqchi bo'lsangiz va yoki bir fikringiz bo'lsa, bu fikringizni amalga oshirish uchun raqiblaringiz bormi? Qo'lingizda nimalar bor
mablag'ingiz qanchalik, bu fikringizning ojizligi va kamchiliklari, kuchli taraflari va foydali taraflari, yer va vaqt, nishoningizdagi obyektivlar kimi, jamiyatdagi insonlar yoki bozor sizning bu fikringizni qabul qilishga va qo'shilishga tayyormi? To'g'ri bir vaqtda sundingizmi? Oldingizda qanday fursatlarni ko'ryapsiz? Hozir qanday krizis bo'lib qolsa, qanday mudofaalarni qilsiz? Mushularning hammasining javobini biz SWOT analizi deymiz. Hozir ekranda ko'rganingiz Turkiyadagi qahva dunyosi degan qahvaxonaning nəhayət oddiy bir SWOT analizi. Masalan, sizning nəhayət yaxshi bir fikringiz va planingiz bor. Sizga mablag' soladigan bir shirkat yoki bir inson izlayapsiz. Agar topa olsangiz, bu shirkat yoki bu inson sizga avval proyektingizdan yoki fikringizdan SWOT analizini hazırlab akal, men bir ko'rib boqay deydi. Mushta vaqtda siz SWOT analizi degan nima desangiz, sizga mablag' soladigan odammi sizga bo'lgan ishonchisini yo'qotib qo'ydi. Agar sizning yaxshi bir fikringiz bo'lsa va bu fikringizni uyingizdagilar bilan yoki bir do'stingiz bilan o'rtoqlashgan vaqtingizda ular cho'qim "Aqmaydi, sen qila olmaysan, bo'lmaydi" degandek sizning irodangizga suv chachadigan gaplarni qilish mumkin. Va yoki palonchi qilganti aqmidi, bugunchi qilganti bunda ziyon tatdi degandek gaplarga quloq solmang. O'zingizning palonchi emas ekanligingizni isbotlab bering. Yana bir kumush qoida, ya'ni kumush qurol 24 soat quroli. Agar fikringizga nihoyatda ishonchingiz bo'lsa, 24 soat quroliga bo'ysuning. 24 soat quroli deganimiz 24 soat mushu fikringiz ustida o'ylashing. Agar 24 soat o'ylanish natijasida bu fikringiz yanlab shunday ma'nilik va ahamiyatli his qilsangiz, mablag' silishga va plan tuzishga boshlang. Masalan, bir cho'ng doskaga yoki bir cho'ng qog'ozga videoning beshida sizlarga deb bergan SWOT analizini yozib chiqing. Men qanday foydalarni olib keldi, oldimga qanday to'sqinlar chiqdi, qanday bir yerda qilishim yoki amalga oshirishim kerak, mening qo'limda hozir nimalar bor, kimlar menga yordam qila oladi, kishilik munosabatlarim qanday, burun kim qilib boqqan, mag'lub bo'ldimi yoki muvaffaqiyat qozondimi? Mushunga o'xshash o'zingizning mushu fikrini va projesini sotqa torting. Ayibligichimi siz bo'ling, axlab chiqishimi siz bo'ling. O'zingizning fikriga boshqalar suv sepishdan burun siz suv seping. Vayron bo'lguncha suv seping. Bütün kamchilik va nuqsonlarni yozing. Ondan bu fikringizni axlab chiqing. Amalga oshira oladigan kuchli mudofaa fikrlarini va fursatlarni o'tirib qo'ying. Boshqalarning sizning fikringizni tushiradigan va kamsitadigan hech qanday fursat va material bermang. Chunki boshqalarning har bir hujumiga taq deb javob bera oladigan shakl qiling. Agar yaxshi bir fikringiz bo'lsa, eng az 3 odam bilan paranglashing. Qallish ishlaydigan aqlli odamlar bilan fikr yurgizing. Bir fikrni boshqalarning qabul qilmasligi 4 ga ayrildi. Birinchisi, fikringizni xato insonga tushuntirgan bo'lishingiz mumkin. Ikkinchisi, fikringizni xato tushuntirgan bo'lishingiz mumkin. Uchinchisi, o'zingizning fikriga ishonchingiz va umidingiz yo'q, shunga boshqalarning ishonchidan mahrum qolgan bo'lishingiz mumkin. To'rtinchisi, fikringiz xato bir fikr bo'lishi mumkin. Agar bir ishga yoki bir narsaga mablag' solmoqchi bo'lsangiz, kallangizda yaxshi bir fikr bo'lishi kerak. Uzun muddatlik mablag' solish shakllari mavjud. Masalan, siz 1000 lira yoki 1000 dollar mablag' solib, 24 oydan keyin 2000 dollar qilib olsangiz, siz foyda topgan yoki pul topganga kirmaysiz. Faqatlam olmagan yoki bermagan shakl kirsiz. 1000 lira pulingizni 24 oydan keyin 2000 lira qilib olgan bo'lsangiz, siz ziyon tatgan bo'lsiz. Chunki pulning vaqti qarta qiymati tushdi. Ham vaqtingiz isrof bo'ldi, ham ahamiyatsiz ansirash va besimga giribdor bo'lsiz. Shunga bir ishga kirsangiz yoki bir ishga mablag' solsangiz, eng az 1-2 yil ichida pulingizni 3-4 hissasiga chiqara oladigan mumkinchilikka ega bo'lishingiz kerak. Bugungi videomiz mush yergacha bo'lsin. Hammalarning yoqtirib ko'rganinglarga rahmat.